Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Do'mrobod rezidens obyektidamiz. 5 ta blokimizda bo'lib turgan bugungi kundagi ishlar haqida qisqacha aytib o'tmoqchiman. Birinchi bloklarimizda pojarniy talablariga muvofiq xonadonlarning ichida pojarniy liniyalarni o'tkazib, podyezdlarimizda tutunlarni so'rib oluvchi liniyalar qilib bo'lingan. Obyektimizda ikkinchi, ya'ni B blokimiz haqida ma'lumot aytmoqchiman. 16-etajimizda tomlari xudo xohlasa yopilgan. Shu bilan birgalikda parallel ravishda fasad ishlari, bazalt bilan qoplash ishlari, konditsionerlar uchun maxsus moslamalarni o'rnatish ishlari ham parallel olib borilmoqda. Obyektimizda 3-blok, ya'ni C blogimiz haqida ma'lumot. C blogimizda ko'rib turganlaringizday balkonlarni osti, ya'ni fasadga ko'rinadigan qismlarini barcha joylari suvoqlanib, parallel ravishda perillalari ham qo'yib borilmoqda. 4-blogimiz, ya'ni D blogimizda podyezdlarda kafel ishlari, shu bilan birgalikda devorlarida suvoqlar ishlari olib borilmoqda. Oxirgi blogimiz Y blogimizda esa ko'rib turganlaringizday fasad qismida perillamizning ostida qoplanib turadigan alyukapon mahsulotlaridan fasadga ko'rk beruvchi elementlar ishlanib borilmoqda. Ko'rib turganlaringizday barcha bloklarimizda ishlar belgilangan tartibda olib borilmoqda. Xudo xohlasa ancha ishlar qilinib bo'lgan. 2026-yilning 4-cho'ragida topshirish niyatidamiz.